Bir necha kunlardan buyon ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan ushbu video, ya'ni Dilafirson Sobirova Garvard universitetiga $392,000 grant yutib qabul qilindi. Bugun biz Dilafirson bilan suhbatlashamiz. Siz qanday qiyinchiliklar bilan o'tdingiz? Hayotda qiyinchiliklar bo'ladi, yaxshi kunlar, yomon kunlar bo'ladi va bu mashaqqatlar, bu mehnatlar o'ylaymanki maktabga chiqqanimdan boshlangan. Bilim o'rganishimdan boshlang'ich maktab, keyinchalik Prezident maktabida, har xil to'garaklarda va har bir ustozimni, har bir borgan joyimdagi har bir xodim va har bir fikr almashgan odamni bunga hissasi bor deb hisoblayman. Birinchi bergan maslahatim faqatgina akademik, ya'ni ilm fan sohasiga, testlarga e'tiboringlarni qaratmanglar, chunki Garvard undan ortiqcha narsani so'raydi. Ya'ni sizni ko'p narsani bilishingiz kerak, yetarli emas ularga. Siz inson bo'lishingiz kerak, odam bo'lishingiz kerak. Dunyoni o'zgartirishga bu odam qo'ldan keladimi, qodirmi, shunaqa potensial bormi, boshqa ko'nikmalari bormi, lidermi u odam, boshqalarni o'ziga ishontira oladimi, kimdir bilan kelishmovchilik bo'lsa boshqa millatdan, boshqa irqdan, u odam shuni hal qila oladimi? Siz aynan hayotingiz davomida har xil narsalarni tajriba qilib ko'rib, sinab ko'rib, gaplashib ko'rib, o'rganib, ana shu ko'nikmalarni shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Dilafirson Sobirovaning kelgusidagi rejalari qanday yana? Kelgusidagi rejalarim aynan shu ilm fan sohasida davom etish, biologiya, informatika va ekologiya sohasini birlashtirmoqchiman. Bu sohada kashfiyotlar qilib, Xudo xohlasa O'zbekistonga Nobel mukofotini olib kelmoqchiman. Dilafirson Sobirovaning Garvard universitetiga, ya'ni grant asosida qabul qilingandan tashqari yana qanday yutuqlari bor? SAT imtihondan 1540 ballni qo'lga kiritganman, IELTS imtihondan 8 ball va nemis tilidan B2 darajani qo'lga kiritganman. Bundan tashqari ingliz tilida viloyat olimpiadasida 3 yildan beri har doim top 3talik o'rinlarni qo'lga kiritib kelyapman. Bu yil respublika bosqichiga chiqdim. Xudo xohlasa harakat qilaman respublikada ham g'olib bo'lishga. O'qishlar qachondan boshlanadi va to'liq xarajatlar qoplab beriladi, to'g'rimi? Albatta, o'qish avgustdan boshlanadi. Hamma xarajatlar, samolyot chiptalari, barchasi oziq-ovqat qoplanadi universitet tomonidan.